C# haqidagi darsimiz davomlashyapti. Bugungi darsimiz qurilma, ya'ni structure. Hamda qurilma degan bu narsa C# dagi burungi tillardan kelgan, masalan C tili deganga o'xshash. Amaliyotda biz program tuzish jarayonida ishlatadigan sonliq ma'lumot tiplari, ya'ni ma'lumot tiplari string, integer yoki array deganga o'xshash bundoq oddiy bo'lmaydi. Ko'pincha mazmunlar har xil xoslikni o'z ichiga olgan murakkab holatda keldi. Endi bizning burungi o'rgangan tiplarimizni bevosita ishlatish orqali bu narsalarni to'liq amalga oshirib bo'lmaydi yoki murakkablashib ketadi. Endi qurilmani ishlatsak, biz ma'lum topdagi yoki ma'lum guruhdagi mazmunlarni bir qurilma ichiga ilib, uni bir taraf qila olamiz. Odatda qurilma struct degan ochiq so'z bilan boshlandi, undan keyin nom yoziladi. Buning ichiga ondan bu qurilmaninki xosliklari, ya'ni qimmatlarining nomlari beriladi. Konkret bir qurilmani aniqlashni ko'rib o'tsak, yana bu misoldagi o'xshash. Bir kitobning mazmunlarini o'z ichiga olgan bir qurilma laylayli deb qarayli. Kitobning odatda buningki kitobning mavzusi, avtori, qisqacha mazmuni, bu kitobningki nomeri odatda bir ambaga saqlamoqchi bo'lgan vaqtda. Buningki bet soni, mundarisi degan o'xshash nurg'un usullarni o'z ichiga oldi. Biz ham buning uchun kerakli usullarni tanlab olib, programmamizni ishlatadigan bir qurilma qilib olsak bo'ldi. Masalan, bu misolda struct books deb bir kitobning qurilmasi aniqlandi. Endi buning ichiga yozilgan xosliklar biz o'rganib o'tgan ma'lumot tiplari orqali ifodalandi. Masalan, public string title, ya'ni buning title string tipli, author string, buningki qisqacha mazmuni, bu string. Endi bu kitobningki nomeri, ya'ni tartib nomeri, bu butun son tipli. Endi biz bu qurilmani aniqlab olgandan keyin boshqa joyda bu qurilmaning har bir xosligiga ayrim qimmatlarni bera olamiz va qimmatlarni ola olamiz. Endi buni ishlatgan vaqtning misolini ko'rsak, biz oldida bir kitobning qurilmasini qurib oldik, ya'ni tuzib oldik. Endi bu yerda buni oldi bilan aniqlab ishlatamiz. Ya'ni bu vaqtda bu o'zgarguvchi miqdorning tipi books, ya'ni bayatdanqi kitob ma'lumot tipi bo'ldi, ya'ni qurilma. Endi biz buningki xosliklariga qimmat bermoqchi bo'lsak, bu o'zgaruvchi miqdorning ismini yozib, chekit qo'yib, undan keyin xosliklarini ayrim-ayrim yozib qimmat bersak bo'ldi. Masalan, bu kitobningki mavzusi C programma tili yoki C tilida programlaylash, avtori palani. Buning qisqacha mazmuni C# programma tuzish misoli, mashqi. Buningki kitobning nomeri bu deganga o'xshash. Endi bu qimmat bergan qismi. Yana buningki qimmatlarini elib boshqa joyda ishlatmoqchi bo'lsak, yana bu xil shaklda bu tanlikning oldidagi qismini yozib qimmatini olsak bo'ldi. Biz buningki hozir amaliy mashq ko'raylik. Visual Studio'ni qo'zg'atdik. Yangi project qurdik. Projectning ismi struct bo'lsin. Struct enter. Biz kod yozish ko'zligini ochaylik. Odatda structni qurgan vaqtda klassningki sirti quramiz. Masalan, public struct yoki struct deb lamasak bo'ldi. Mush hujjatning ichida ishlanadigan bo'lgandan keyin. Books
yoki book deb olsaqmi bo'ldi. Endi buning xosliqlari public string tipini cho'qim birimiz, title public string author yani author public string subject yoki abstraction public int id public decimal price yani bahası. Biz bu yerda bir struct yani qurilmani qurib oldik. Buningki qurilmaninki shakli mushkil shaklda bo'ldi. Yani struct ochiq so'zning keyiniga buningki nomini bersak bo'ldi. Ziyorat cheklamasini yozish orqali boshqa yerda ishlatkili bo'lish bo'lmasligini belgilaymiz. Buni burun ko'rib o'tgan. Endi biz bu qurilmani boshqa yerda ishlatmoqchi bo'lsak, buni mushu nom orqali aniqlab ishlasak bo'ldi. Masalan, book biz buni burun tuzib olgan bo'lg'achqa bu yerga o'zi chiqdi. Book 1, book 1 buni aniqlab oldik. Endi book 1ninki title'i tang. Buningkiga masalan Uyg'urcha qimmat beraylik. Uyg'ongan Simen. Bunun boshqa xosliqlari book author yani author A T Ötkür book 1 ID 10.001 book 1'ning price yani bahası bahası 50 yuan. Bununki o'xshash. Yani biz bu yerda burun qurib olgan qurilmani aniqlab uningkiga qimmatni berdik. Endi biz buningki ma'lum qimmatini olmoqchi bo'lsak, mushu book 1dan ilib ishlataversak bo'ldi. Masalan, buni biz message boxga chiqaraylik. Biz kitobninki avtorning ismini chiqarmoqchi. Show book 1 author. Endi biz programmani ijro qilib ko'raylik. Yani bu yerda biz programmani ijro qilgandan keyin bu kitobninki avtorining nomi ko'rindi. Biz burun bergan qimmatlarni bu yerda xohlagancha elib lozim bo'lganda ishlata olamiz. Endi biz qurilmani bir qatam qurib olgandan keyin uni lozim bo'lgan yerda qanchalik aniqlab ishlataversak bo'ldi. Masalan, yana boshqadan aniqlab ishlatmoqchi bo'lsak, book 2 yana xohlagandan bersak bo'ldi bu yerga. Undan keyin buning qimmatlarini yana xohlagancha beramiz. Masalan, title
buniki o'xshash. Book 2 avzor yani biz qurilmani qurib oldik, aniqladik, undan keyin qimmat berdik. Endi bunikimi lozim bo'lgan xosliklarni boshqa yerda elib ishlatalaymiz, ya'ni qimmatlarni. İşletish usuli shunga o'xshash yoki buni xohlagan bir o'zgarguvchi miqdorga bersak bo'ldi. Masalan, string kitob mavzusi teng book 2 ning title deganga o'xshash. Yani bu yerda biz qimmat berganlari shu peti qimmat bergan bo'yicha bo'ldi. Masalan, buningki 5 dona xoslik bo'lyapti. Biz bu yerda hamma xoslik 4 xoslikni berdik. Subjectni bermadik. Buninkida faqat 2 lam xoslikni ishlatdik. İşlatmaganlarning qimmati ba'zilarining 0 bo'ldi, string bo'lsa quruq bo'ldi deganga o'xshash. Ba'zilarininki null, ya'ni ba'zilarininki integer bo'lsa 0 deganga o'xshash bo'ldi. Qurilmaniki aniqlash, ishlatilish jarayonlari mushu bo'yicha bo'ldi. Hamda bu qurilma burunqi programma tillarida ko'p ishlatilgan. Hozirgi tillarga kelganda bu obyekt ko'proq ishlatildi. Ya'ni klassni birlik qilgan holatda obyekt ishlatamiz. Hamda bu C#da burunqi tillarning bu elementlarini o'z peti saqlab qolgan. Lekin ishlatganda qurilma ishlatish tashabbus qilmaydi, balki obyekt ishlatish tashabbus qiladi. Obyekt ko'zlangan programmalar to'g'risidagi mazmunlarni nisb bo'lsa, keyin ayrim so'zlashimiz mumkin. Shuning bilan qurilma to'g'risidagi mazmunlarimiz tugadi.